Ka'baning Robbiga qasam. Ayolingiz hijobi haqida so'ralasiz. Ayolingiz ham o'z hijobi haqida so'raladi. Agar ko'chaga ziynatlangan holda va xushbo'ylangan holda va yengiltaglik qilgan holda chiqsa, Allohga qasamki, Allohning huzurida so'raladi. Barchangiz boquvchisizlar va qo'l ostingizdagilarga mas'ulsizlar va erkak uyida boquvchidir va uyidagilarga mas'uldir. Ashabi sunanda ayol xushbo'ylanib chiqsa, Alloh asrasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: qaysi ayol bir qavmning oldiga xushbo'ylanib yoki bir qavmning oldiga atir sepgan holida uning hidini bilishlari uchun chiqsa, nima dedilar Rasululloh? Aytdilarki, bas o'sha ayol zinokordir. Bas o'sha ayol zinokordir. Ayolingizni hijobi va nomusini saqlashingiz shart.